Ayollar muammosi. Sistit. Qizlarjonlar, sizlarga top maslahatlar kasallikni oldini olish haqida. Chunki davolashni unchalik yaxshi ko'rmaysizlar. Birinchisi, agarda sizda hayz bo'ladigan bo'lsa, hayz vaqtida tamponni ishlatadigan bo'lsangiz, tamponlarni olib tashlaymiz, o'rniga prokladka qilamiz. Kasallikni oldini olishda eng yaxshi usul. Keyingisi, stringi, mana shunaqa Mercedeslarni kiyishni to'xtatamiz va sintetikani o'rniga paxtali ichki kiyimlar kiyishlik kerak bo'ladi. Jinsiy aloqa vaqtida lubrikantlardan ishlatishlik kerak bo'ladi. Chunki yetarlicha suyuqlik bo'lmasligi travmatizatsiya, bu ham sistitga olib keladi. Suyuqlik miqdorini iloji boricha ko'paytiramiz. Bu toza suyuqlik, glukvenli morslarni qo'shishligimiz kerak bo'ladi. Gigiyena qoidalariga juda qattiq rioya qilishlik kerak. Siz toza ozoda bo'lsangiz ham bari eslatib o'tamiz. O'sha hojatga borganda katta axlat qilganingizdan keyin orqadan oldinga emas, oldindan orqaga qarab artinishlik kerak bo'ladi. Va undan keyin o'sha yuvinib qo'yishlik nur ustiga a'lo nur. Agarda sizda jinsiy aloqa partnyor masalan qo'lini yuvmasdan keladigan bo'lsa yoki aloqadan oldin ko'chadan kelgan bo'lsa, обязательно unga o'sha eslatishlik, borib qo'lini yuvib kelishlik va boshqa joylarni yuvib kelishlik, chunki bu ham bakteriyalar sistitga olib kelishligi mumkin. Iloji boricha ratsionimizdan achchiq, sho'r mahsulotlarni chiqarib tashlashligimiz kerak bo'ladi. Va agarda sizda bu yuqorida aytgan holatlar hammasida aqlli qiz bo'lgan bo'lsangiz, baribir kuzatiladigan bo'lsa, o'tiroq hayot tarzini olib borarsiz. Balki bunga ham e'tibor bering. Iloji boricha ko'proq harakat qilishga, bitta joyda 2-3 soatlab o'tirishga kerak. Iloji boricha peshobga tez-tez boramiz. Agarda istak bo'lmasa ham o'rtacha 3 soatdan ko'p ushlab turishlik ham yaxshi emas. Shu yuqorida sanab o'tgan maslahatlarni qilsangiz, sistit kasalligi sizdan iloji boricha uzoqroq yuradi. Va eng eslatib o'tadigan narsani unutmaymiz. Bu kalta yubka kiymanglar, o'sha yerda shamollatmanglar, shamolda yurmanglar, sovuq joyga o'tirmanglar. U yerda issiq tutmasangiz, u muammo bo'laveradi. Bu o'zida gaplarida jon bor. Urologlar ham shu gapni aytadi.